Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilarimiz. Bugun sizlar bilan bir qiziqarli hikoyani o'qib eshitaman e'tiborlaringizga. Oltin qafas Dilnoyaning sabog'i deya. Dilnoya yoshligidanoq o'zbek oilasining kelinlik burchlari, ertalabdan hovli supurish, qaynona-qaynotaning xizmatida bo'lish haqidagi gaplarni eshitib o'sdi. Uning atrofida opa-singillarining tinimsiz mehnati, o'ziga vaqt ajrata olmasligi Dilnoyaning qalbida bir qo'rquv uyg'otgan edi. "Yo'q, men bunday yashamayman", deydi u o'ziga o'zi. "Mening hayotim erkin bo'ladi. Chet ellik yigitga turmushga chiqaman. Yevropani ko'raman, o'zim uchun yashayman", Danisli ismli yigit bilan tanishtirdi. Danisel xushmuomala, zamonaviy va orzulardagi insoniylik tuyuladi. Ko'p o'tmay to'y bo'ldi. Dilnoya qarindoshlarining, dugonalarining havas aralash o'shanda u o'zini dunyodagi eng baxtli qiz deb hisobladi. Yot elning begona qoidalari, dastlabki oylar, sayrlar, chiroyli kafelar, erkinlik, lekin vaqt o'tishi bilan hayotning boshqa bir tarifi bo'y ko'rsata boshladi. Daniel har qancha zamonaviy va muloyim bo'lmasin, ularning dunyoqarashi, madaniyati umuman boshqacha edi. Dilnoya kasal bo'lib yotganda Daniel shunchaki shifokorga "Yozildingmi? Uchrashuvga ketdim", deb chiqib ketdi. Dilnoya uchun bu sovuqlik edi. U o'zbek oilasida kasal bo'lganda boshida parvona bo'lgan, sho'y va damlab beradigan, "Aylanay, yaxshimisiz?" deb kuyunadigan mehrni kutar edi. Chet elda kelinlik xizmati yo'q edi, lekin yolg'izlik bor edi. Har kim o'zi uchun yashaydi. Hatto er-xotin o'rtasidagi moliyaviy hisob-kitoblar, xarajatning teng bo'linishi talabi, issiq choy va ona hidi. Dilnoya bir kuni qattiq tushkunlikka tushib, ko'chada yig'lab o'tirganda yonidan o'zbek oilasi o'tib qoldi. Yoshi katta ota xotiniga mehr bilan qarar, o'g'li esa onaning qo'lidagi sumkani olib, "Ona, siz charchadingiz, o'tirib dam oling", derdi. Kelin esa qaynonasining yelkasiga ro'molini yopib qo'yardi. O'sha oddiy manzara Dilnoyaning yuragini tilka pora qildi. U tushundi, o'zbek oilasidagi kelinlik bu faqat mehnat va majburiyat emas ekan. U oila bo'lishi, bir-biriga suyanish, qiyinchiliklardan ham, quvonchga ham birga bo'lish ekan. "Umringga baraka top, bolam", degan Daniel bilan oradagi masofa kun sayin kattalashib bordi. Dilnoya o'z tili, o'z qadri, o'zining issiq va samimiy qadriyatini qo'msay boshladi. Erkinlik deb o'ylagani aslida sovuq yolg'izlik bo'lib chiqdi. Necha yillik muzlagan qalbini eritib yuborgandek bo'ldi. Lekin ortga qaytish bu faqat vatan sog'inchi emas, balki atrofdagilarning pichirlashlari, chet elda yashay olmabdi degan gap-so'zlari bilan yuzlashishi ham edi. Dastlabki oylarda Dilnoya o'zini tamomila yo'qotib qo'ydi. Uyda ota-onasining bag'rida bo'lsa-da, ichki bir qo'rquv va pushaymonlik uni tark etmasdi. Tushunish va qabul qilish. Bir kuni ertalab Dilnoya xonasidan chiqib, onasining hovlida namoz o'qib, duoga qo'l ochganini ko'rib qoldi. Onasi yig'lab Dilnoyaning baxtini, ko'ngil xotirjamligini so'rayotgan edi. O'sha momentda Dilnoya tushundiki, uni xorijda hech kim bunday jonko'rlik bilan duosida eslamagan. U endi shunchaki kuzatuvchi bo'lishni xohlamaydi. Ertalabdan turib hovlida suv
turibdi. Supurgini qo'lida oldi. Bir paytlar o'zi qochgan, qullik deb bilgan bu yumushlar endi unga ajoyib bir ruhiy halovat berayotgan edi. Suv tekkan tuproq hidi, onasining baraka topgir bolam, qo'ling dard ko'rmasin degan duosi uning qalbini davolay boshladi. U o'zbek oilasidagi ayolning o'rni faqat xizmatkorlik emas, balki oilaning fayzi, mehri va ustuni ekanligini tayin angladi. Taqdirning kutilmagan tuhfasi. Vaqt o'tib Dilnola o'z kasbi bo'yicha ishga joylashdi. Ishxonasida Jasur ismli bosiq, muloyim va har bir bosgan qadamini o'ylab bosadigan yigit bilan tanishib qoldi. Jasur Dilnolaning o'tmishini, xorijdagi omadsiz nikohini bilardi, lekin u qizning o'tmishiga emas, hozirgi donoligi va qalbiga baho berardi. Jasurning e'tibori dalinlikka o'xshamasdi. U quruq muomalasi o'zining har Dilnola ozgina tobim qochdi desa, ishxonaga issiq sho'rva ko'tarib kelar, uning kayfiyatini ko'tarish uchun borini berardi. Yillar o'tib Dilnola Jasurga uzatildi. Haqiqiy baxt kelinlik sharafidir. Yangi oilada Dilnola o'zi ilgari qo'rqqan qaynona kelin munosabatlarining taomlarini boshqacha aksini ko'rdi. Qaynona unga kelin emas, ikkinchi qizdek qaradi. Ertalab hovli supurganda qaynonasi chiqib, bolam shamollab qolasan, ichkariga kirib issiq choy ichib ol, buyog'ini o'zim qilaman deganda Dilnolaning ko'zlariga yosh keldi. U tushundiki, o'zbek oilasida mehr berilsa, mehr qaytar ekan. Hamma gap insonning niyatida va bir-biriga bo'lgan hurmatida. Hozir Dilnolaning 2 nafar farzandi bor. U har kuni ertaga umid bilan qaytaydi. Ba'zan ijtimoiy tarmoqlarda chet elning yaltiroq hayotiga havas qilib, o'z qadriyatlarini mensimaydigan yosh qizlarni ko'rganda yuragi achisaydi. U endi aniq biladi, dunyoning eng chiroyli shaharlari ham, eng erkin jamiyatlari ham insonning o'z o'choqlarini issiq mehr, samimiy duo va jigarlar oqibatini o'rnini bosa olmaydi. Real hayotdagi haqiqiy erkinlik bu seni joningdan ortiq ko'radigan, qadriyatga yetadigan insonlarga ortida yashashdir. Dildola endi nafaqat baxtli ayol va sevimli rafiqa, balki xonadonning fayzi, voyaga yetib borayotgan qizning mehribon onasi edi. Uning qizi Nigora xuddi Dildolaning yoshligiga o'xshaydi. Sho'x, intiluvchan, ba'zan esa hayotiy tajribasining sababli chiroyli orzular ketidan ko'r-ko'rona ergashishga moyil. Bir kuni Nigora kollejni tugatgach, xonasida chet el universitetlari va u yerdagi dabdabali hayot aks etgan videolarni tomosha qilib o'tirgandi. U onasiga yuzlanib, biroz erkinlik va manmanlik bilan dedi: "Ona, men baribir bu yerda ketaman. Xorijda yashayman, o'sha yerning yigitiga turmushga chiqaman. Boshqa millat vakillari ayollarni ko'proq qadrlaydi, ularga erkinlik beradi. Bu yerda esa kelin bo'lsan, faqat birovning xizmatini qilishing kerak", dedi. Dildola bu gapni eshitib, go'yo vaqt orqaga qaytgandek va o'zi 18 ga kirgan ojizgina yoshligini eslab yubordi. Qalbida achchiq bir og'riq paydo bo'ldi, lekin u qiziga urishmadi yoki baqirmadi. Shunchaki uning yoniga o'tirib, qo'llaridan tutdi va ko'zlariga tik qaradi. "Yashirin sirning ochilishi. Bilasanmi, Nigora?" deb gap boshladi. Dildola
vazminlik bilan sening ham xuddi shunday o'ylaydim. Boshqa yurtlarning yaltiroq ko'chalari, erkinlik degani sirli tushuncha mening ham ko'zimni ko'r qilgan edi. Dildora shu paytgacha qiziga hech qachon to'liq aytib bermagan hayotdagi eng og'ir va mazmunli yillar haqida so'zlay ketdi. U Daniel bilan kechgan sovuq kunlari, o'zi kasal bo'lib yotganda bir qultum issiq choyga zor bo'lgani va bir tiyinning hisobini talab qilganda o'sha erkin jamiyatning yolg'izligini aytib berdi. Men u yerda erkin edim, qizim, dedi. Dildora ko'zlarida qalqagan yoshni yashirolmay, lekin u erkinlikning nomini mexanik sovuqlik dedi. U yerda hech kim seni meniki deb bag'riga bosmaydi. Sen yig'lasang sababini so'rashmaydi. Shunchaki o'z yo'lida davom etaveradi. Nigora onasining bu qadar yurakdan gapirayotganini ko'rib jim bo'lib qoldi. Onasining o'tmishdagi bu sahifa uchun kutilmagan haqiqat edi. Haqiqat qadr-qimmat. Dildora so'zida davom etdi. Otang bilan yashayotgan yillardan men haqiqiy erkak kishining yelkasini va hurmatini his qildim. Buvang va buvingning duo bilan uzatgan har bir burda nonida fayz bor edi. Bizning madaniyatda kelinlik bu kimningdir quli bo'lish emas, bu xonadonning davomi, mehr poydevori bo'lishidir. Agar sen o'zingni qadrlasang, to'g'ri tarbiya ko'rgan o'zbek yigiti seni boshingda toj qiladi. Dildora qizining qo'llarini silab davom etdi. Men seni xorijda o'qitishga, dunyo ko'rinishga qarshi emasman. O'qi, rivojlan. Lekin buni o'zligingdan, o'z ildizingdan va qadriyatlaringdan qochish uchun qilma. Qayerda bo'lsan ham o'zligingni yo'qotma. Yillar o'tib kelgan hayotiy saboq. Nigora onasining quchog'iga bosishni qo'ydi. Uning ko'zlaridan oqqan yoshlar endi havaskordek emas, balki chuqur anglash yoshlar edi. U birinchi marta onasining bosgan yo'li va bergan saboqi naqadar buyuk ekanligini angladi. Kechqurun oila jam bo'ldi. Otasi Jasur ishdan qaytib, xotiniga va qiziga mehr bilan qarab, samimiy hazillashlar. Qaynonasi esa nabiralarini duolar qilardi. Xonadondagi issiqqina choy hidi va samimiy kulgular fonida Nigora bir narsani tushundi. Dunyodagi eng katta boylik bu seni moddiy sevadigan, g'amingni o'zi g'amini deb biladigan insonlar davrasida bo'lishdir. Qayerga bormagin, o'z ildizlaringga, o'zingning issiq o'chog'ingga yetadigan joy yo'q. Albatta, bugungi hikoyamiz mana shu qizlarimiz, yosh yigitlarimiz, yosh kelinlarimiz uchun xulosa deya shu yerni o'ziga yakun yasaymiz. Hikoyamizni eshitganingiz, qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Bizni hurmat va ehtirom bilan Rahmatullo Sharipov sizni o'qib va eshittirdi. Salomat bo'lasiz.